Assalomu alaykum hammaga. Mana bizda o'sha yangilangan benzinli skuterlarimiz ham yetib keldi. Shularni ozgina qisqacha obzor qilib beraman, xudo xolasa. Bizning manzilimiz o'sha Sergeli Xonobodda joylashganmiz, Kakan Tashkent Motocity do'koni. Hurmatli obunachilar, ikki xil yangi sportivniy, почти sportivniy skuterlarimiz yetib keldi. Dizaynga o'zingizlar baho beringlar. Juda jo'mon o'saga umuman gap yo'q. O'rindiqlari ancha katta qilingan. Bemalol o'tirib ketasizlar. Arasi ham ancha kattalashgan. Ikkitali tablolari bor bunda. Multimedia hamma qulayliklari muhayyo qilingan bu skuterimizda. 150 kubalik, maksimal tezligi 80-90 bo'ladi. Rasxoti 3,5 litr rasxot bo'ladi. Xo'p, men betlarda yana поворотнийлari yonadi. Juda ajoyib, balonlari ham o'zgacha. Xo'p, keyingi skuterimiz bu ham X model deymiz. Bu ham sportivniy dizaynda ishlab chiqarilgan. Unga nisbatan sal ixchamroq qilingan bu, lekin bu ham o'ziga yarasha sifati bor, o'ziga yarasha dizayni bor. Ikkovi skuterlarimiz ham kafolati bor, hammasini bexijolat nima qilaverasizlar. Shot spravkalar bor. Xo'p, motorlarga ham kafolat beramiz. Kelaverasizlar, hurmatli obunachilar. Ulardan soni cheklangan.